Sumkangizda neobычный narsa bormi? Bilmasam, qarab ko'raman. Agar sumkangizda neobычный narsa olib ko'rsangiz, qo'limdagi sovg'ani sizga beraman. Ananasni yaxshi ko'rasizmi o'zi? Yaxshi ko'raman. Nima deb o'ylaysiz? Qizlarning sumkasida qanaqa narsa kamroq yuradi? Menimcha o'g'il bolaning narsasi kamroq bo'lsa kerak. Meni o'zimda влажнигim, atirim, pulim, pasportim, keyin hujjatlarim bir ikkita. Hujjat ham bo'ladi qizlar sumkasida. Biletim bor ekan. Otabek Muhammadzohidning konsertiga bilet. Ha. Bu tugab bo'lganmi yo endi? Tugab bo'lgan, kirib oldim, sumkamda qolib ketibdi. Nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Bilet neobычный narsami yo'qmi kommentariyaga yozib qo'yamiz. Sovg'a sizga yutib oldingiz. Biletingizni ham olishingiz mumkin. Rahmat. Hamma gapga obuna bo'lganmisiz? Obuna bo'lgan edim. Shekilli. Shirin chiqsin. Rahmat. Nimani ko'proq solib yurasiz sumkaga? Telefonimni, pul, pasportimni, ro'molcha, atir. Shu bo'yanadigan narsalar. Keyingi safar neobычный narsa solib yuring. Bo'ldi, xo'p.